ozor degani nima ma'noni bildiradi? Arab tilidan olingan. Bizning tilimizga ham shu so'z kirib kelgan. Birovga ozor berma deb qo'yadi. Ozor deb birovga yetkaziladigan zarar uning qalbini, ko'nglini ranjitadigan har qanday narsa ozor deyiladi. U ko'rinish bo'lsin, qiliq bo'lsin yoki so'z bo'lsin, nima bo'lishidan qat'iy nazar mo'minga ozor beradimi, uning qalbini ranjitadimi, mana shu ozor deb qo'yiladi. Bu juda ham katta ma'noni o'z ichiga oladi. Zulm-ku buni ichiga kirib ketadi. Zulmdan ko'ra bu umumiyroq. Zulm aniq birovning molini tortib olish, uni urib do'pposlash, shunga o'xshagan aniq ishlarga ishlatilsa, aziyat mo'minning ko'nglini ranjitadigan har bir narsaga ishlatiladigan so'z bu. Ya'ni qaysidir ma'noda aziyat zulmdan ham ko'ra umumiyroqdir. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rajim. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا." Mu'min va mu'minalarga qilmagan gunohlari bilan ozor beradigan kimsalar bo'hton va aniq gunohni o'zlariga olgan bo'lurlar deydi. Ahzob surasi 58-oyati karima. Demak, mu'min va mu'minalarga nohaqdan aziyat berishga munosib bir ishni qilmasdan ularga kim ozor beradigan bo'lsa, demak bo'htonni va ochiq gunohni zimmalariga yuklab olgan bo'ladilar. Bu dunyoda birovga aziyat yetkazish har xil sabablarga ko'ra bo'ladi. Misol uchun kimdir o'zini katta olib, kibrlanib birovni kamsitib qo'yadi. Manmanlikka berilib ketadi-da, ozor yetkazib qo'yadi. Qattiq gapirib qo'yadi yoki haligi insonni obro'yiga, nomusiga tegadigan bir ish qilib qo'yadi. O'zini uni oldida juda baland tutib oladi yoki goho paytlarda inson qanaqadir birovni yomonlasa odamlarning oldida obro'yi oshib ketadiganga o'xshaydi ba'zi bir johil odamlarni. Yana kimlardir nafsi shunga o'rganib qolgan bo'ladi. Ya'niki shunaqa qilmasa, odamlarga aziyat bermasa turolmaydigan bo'lib qoladi. Bitta narsani bilishimiz kerak azizlar. Bizni har bitta qilgan gunohimiz bilan bizning nafsimiz quturib boraveradi, kuchayib boraveradi. Ya'niki nafs insonni gunohlaridan quturadi, undan ozuqa oladi. Inson qandayki yaxshi amalni qilib uning qalbi ozuqalangani kabi gunoh qilish natijasida insonning nafsi ozuqalanadigan bo'lib qoladi. Keyin shu gunohni qilmasa turolmaydigan bo'lib qoladi. Mana misol uchun oddiy misol, ba'zi odamlar gapiradi, qara deydi, 50 ga kirdi, 60 ga kirdi, ichib yurishini qara deydi. Uni nafsi shunga o'rganib qolgan. Unga kimdir tushuntirish kerak, kimdir sababchi bo'lish kerak, uni to'g'ri yo'lga boshlash kerak yoki kimlardir bir joyda o'tirsa g'iybat qilmasa turolmaydi, maza qilmaydi. Nimadan bu? Nafs o'rganib bo'lgan shu gunohga. Bu juda ham yomon narsa. Nafsni gunohga o'rgatish juda ham yomon. Agar bir gunohni inson yoshligidan qilib borsa, 100 ga kirganda ham o'sha gunohni qiladi. Ya'niki nafsga odat bo'lib qoladi bu. Nafs shundan ozuqalanishga o'rganib qoladi. Shuning uchun mo'min kishi o'zini qo'yib yubormaslik kerak. O'zini tergash kerak. Bir gunohga odatlandimi to'xtatish kerak. Tamom. Ertaga qiyomat kunida buni hammasini hisob kitobi bo'ladi.